Bugungi opamizni qo'ldagi og'riqlar bilan kelgan edilar. 4 kunlik muolajadan keyin fikrlarini eshitamiz. Qo'limda kuchli og'riq bilan kelgandim. Deyarli qimirlata olmasdim. Qo'lim sezmasdi. Chap qo'lim umuman sezmasdi. Hamma narsani tashlab og'irligi ham juda og'ir edi. Deyarli ishlamayapti umuman. Sezmayapti. Bugun 4-kun, Xudoga shukr, hammasi ishlayapti, sezyapti. Og'riqlar kelmaydi. Og'riqlar kelmaydi. Hammaga tavsiya qilaman. Kelishligini juda ham yaxshi. 4 kun mobaynida juda katta o'zgarish. Bundan oldin kelishimdan oldin medikal ukol olganman. Og'riq qoldiradigan qo'lni olganman. Hech qanday yordam bermagan edi. Bizning klinikda sizga yordam berganidan juda ham xursandmiz. Tavsiyalarimizni bajarib turasiz. Sizlarda ham shunaqa qo'lda og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, klinikamizga kelishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar, kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar. Like bilan podpiskani unutmaymiz. Videoni yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz. Bizning iltimoslariga binoan yuzlarini ko'rsatmadik.